Mana o'sha xo'jalar mozorida mana shunaqa obodonlashtirish bo'lib, bunaqa chiroyli bo'lib. Mana qabrlar ham 4 tonada, hali buni nima qilingani yo'q. Buzilib olib tashlangani yo'q. O'sha 1890-yillarda shu yerga mayitlar qo'yilgan. Shu mayitlar shu yerda yotibdi mana. Ko'rsatib o'tamiz. Mana shu yerda obodonlashtirish ketyapti. Shu mana bunaqa daraxtlar, bunaqa sasnalar ekildi. Mana chiroyli bo'lib, shu mozor ham shunaqa chiroyli bo'lib qoldi. Subhanalloh. Mana O'zbekistonda ko'rib turganlar bo'lsa, shu xo'jalar qabristoni deb aytiladi o'sha. O'sha 1701-yilda olib kelib shu yerda qo'yilgan ekan. Odamlarning mayiti. Mana shu tomonda ko'rsatyapti hozir ko'pincha. Shu tomon shu xo'jalar yotgan joy ekan. O'zini ochganlarga nima qiladi qoldi. Mana shuni mana hasharchilar ham mehnat qilyapti mana. Mana suvlarni ochishdi. Chiroyli qilishdi mana. Suv olib kirib ket, toshlarni olib ket, toshlarni. Beraymi bittasi? Va. Pastdan bir boshdan nima qilaylik? Suvni olib ket. Hamdam xo'ja o'g'li nima debdi? 1893-yil 1975-yil o'tdi. Kim degan? Hamdam xo'ja o'g'li Abduxo'ja. Akbar xo'ja. Akbar xo'ja, Akbar nimani o'g'li? Akbar xo'ja. Mana nima? 1893-yil 75-yil bu. Opam bilan birga o'tgan bular. Opam ham 1975-yil o'tgan. Maryam opog'im o'tgan. O, astalban tegiga qo'ydi. O'rga tashlading mo'larga? Ke. Abaqa. Suv quyilmagan joyga nima qilmaylar? Olib ke, mana ke. Shokir. Suvni quyib. Asabaga doling seping baqayman asabaga. Ya. To'g'ri cho'ntagiga sol. Ha, cho'ntagiga sol. O'rga soldingmi? Mana hasharchilar mehnat qilyapti. Mana ijtimoiy tarmoqdagilar ko'ringlar hammalar, tomosha qilinglar. Mana mehnatkashlar shartda. Hech qayerda xalq bunaqa birlashmaydi. O'sha xo'ja qabristoni obodonlashtirishyapti, mana obodonlashtirishga. Islomxon aka. Hamma o'z hissasini qo'shyapti. Suvni olib kel aka. Babani do'ng qilinglar, baba. Yana olib tashlasa baba. Ana. Aslında kuyruğuna bir şey oramaz mı? Bu deyinde onu fazla Su kesede. Su kesede düşene yapıyoruz da. Su dişlerini tutup kesede bak yapıyoruz. Mana abatga boshlaydi. Mana qadasın. Bozuragan va Ana madaga sanki uni
Hadi, xat qo'ydi. Don. Qalaysiz? Ham muxbir. Bajaryapsizmi? Yashavaring, yashang. Kuchli qilib oling amani. Svetni qilib bir bob chiqaring. O'zingizda Bir ko'rasiz. hunaringizni Ketadigan ham Yetmaydi. Oldi ko'chat yetmaydi. Pastga ko'ring. Hasharchilarni olib kelishyapti. Kelyapti. Doningni tashladimi? yarmiga. Bunda mana arqa tomon. Hovuz yo'q qolversin. Ahali ariqqa mo'lnadi. Mana bu o'sha to'sqichlar deymiz, to'sqichlar ham joyida bo'lib turibdi. Indamasang qabristonni ham o'zini uyiga qo'shib olsa. Mana hasharchilar. Chetuviylar masalasini qilib qo'ying. Zapar. Mana qarab. Mana mehnatkashlar. Mana hasharchilarimiz mana shu yerda shu qonaqa qilyapmiz. Ishlarni hammasini. Mana mehnatkash bolalar. Mehnat qilishyapti mana bu yerda. O'rtasini bosib turadi. Endi 1 metr yig'aydimi? Bakami. Yaxshi o'zini yig'averamiz. Ikkimi hozir? Ha. Ikkini yig'amiz. Anaqara ketaverading. Ikkilab qo'y. To'xtavering. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب أعوذ بك من شر ما نصرك إلى المسجد سبيل الرجل إلا يتنصر الله ويعمل محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم والرجال جميع التابعين والصحابة حتى حصل ما صلى الله عليه وسلم خمس صلوات المسلمين سبحان وللمسلمين قبل الكلام الله صلى الله عليه وسلم يراد أن تعلم قائما يراه فهو المدير الحكيم تبرد الله شكره فضلا أمام مشاهد هذا الرجل اللهم أحسن أحسن في الأمور كلها وأعطنا من أحسن عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع كل والمؤمنات والمسلمين والصلوات منهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. Hocaga shu yerda yotgan odamni bilasiz, kimligi? Shuni to'g'richa ma'lumot beraymi, shu ijtimoiy tarmoqlarda shu bizni ko'rib turgan o'sha butun dunyoda musulmon xalqiga shuni aytib oling kimligini. Mana o'sha Said Eshon Nuri ekan qabrlari o'sha yerda 1200-yilda o'sha Qo'qon xonligida olib kelib shu yerga qo'yilgan ekan. Mana hojaganman Qur'on tilovat qildik. Inshaalloh mana buni o'sha O'zbekiston diniy idoralari vakillari bor. Shularni shu yerda biz o'rganishimiz kerak, shularni kerak ko'rib. Qachongacha uni bunday deymiz, mana o'sha Qo'qon davrida o'sha 1200-yil mana bu yerda Said Eshon Fuzoyilxon degan boboni qabrlari bor, o'sha 715-yilda shu yerga qo'yilgan. Bularni ham sömkasini biz qilib bugun tushiramiz, Xudo xolasa. Shuni ko'ryapgan biz O'zbekiston ahli, butun dunyo shu musulmonlar ahli bo'lsa, shu yerga kelib ziyorat qilib, shu o'zimizni kimligimizni, shu dilimizni kimligini o'zbek degan o'sha xo'jalar qabristoni bu chiqmozor deb aytiladi. Shularni Xudo xolasa niyat qildik. Shuni ko'rishga sizlarni taklif qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.